11 Uyg'ur haqida Malayziya ministrligiga uch xat yozildi. 26 fevral Malayman onlayn to'g'ri bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, 28 davlat, 320 ijtimoiy tashkilot va shaxslardan tashkillangan Osiyo Tinch okean ko'chmanlar kishilik huquq apparati 11 Uyg'ur haqida Malayziya ministrligiga uch xat yozgan. Uch xatda biz Osiyo Tinch okean tavallikidagi ko'chmanlarning huquqini qo'g'dash apparati bo'lish sifatimiz bilan Malayziya hukumatining Malayziyada tutib turilayotgan 11 Uyg'urni ko'chmanlar ish bajarish ishxonasiga bevosita o'tkazib berib, ularning xalqaro inson haqlari organlarining himoyasiga erishishga turtki bo'lishini, Malayziya hukumatini xatarga yo'liqish ehtimolligi bor bo'lgan ko'chmanlarni qo'llab chiqarmasdan xalqaro prinsipga rioya qilish mas'uliyatining borligini ogohlantirish bilan birga Xitoyga o'tkazib berilsa xatarga duch kelish ehtimolligi bo'lgan 11 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bermasligini, Malayziya hukumatining oldin qatim 11 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bermaslik haqida qilgan va'dasiga amal qilishni umid qilamiz deganlar bildirilgan. Abdurahman Hasanning barliq tuqqanlari qamoqda. Abdurahman Hasan yana tuqqanlarining Xitoy tarafidan sababsiz tutilganligi haqidagi tafsiliy ahvollarni oshkorladi. Abdurahman Hasanning tog'asi Husayn Abdullah 2017 yili 2 oyda Xitoy soqchilari tarafidan tutilib, Opaldagi atalmış tarbiyalash lageriga qamalgan. Abdurahman Hasanning shirikida tashqi savdo ishlarining mas'ul direktori Musajan Hushur 2017 yili 3 oyda atalmış tarbiyalash lageriga qamalib, 5 oyda bir qatim qo'yib berilgan. 20 kun o'tgandan keyin qayta tutilgan bo'lib, hozirgacha izdirigi bo'lmagan. Abdurahman Hasanning aksi Ahmadjon Hasan 2017 yili 3 oyda tarbiyalash lageriga qamalgan bo'lib, 2017 yili 8 oyda 10 yil kesilgan. Xitoyning Ahmadjon Hasanga chaplagan tuhmati bo'lsa, Ahmadjon Hasanning Saudiya Arabistonga va Dubayga bir qitim borganligi ekan. Abdurahman Hasanning inisi Abduqayyum Hasanning yaqindan biri izdirigi yo'q ekanligi isbotlangan. Ondan boshqa yana Abdurahman Hasanning kichik tog'asi Hushur Abdullah 2016 yili 11 oyda tutilib, bir oydan keyin qo'yib berilgan. Biroq 2017 yili 1 oyda qayta tutilgan. Hushur Abdullah chet elga bir qitim chiqib kirganlik sababidan 8 yil kesilgan. Hushur Abdullah va uning oila a'zolarining hammasi hozirgacha Xitoy turmusida ekan. Tanuri ona til maktabi İstanbulda faoliyat olib bordi. 26 fevral İstanbulning Zeytinburnu Kazi Tashmi Kültür San'at Merkezi Akdeniz salonida Tanuri ona til maktabi ona til faoliyati olib bordi. Faoliyatni Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining ayollar bo'limi tashkillagan bo'lib, faoliyatga İstanbulda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklarning 200 dak farzand qatnashdi. Faoliyat Mo'g'luq qiroat bilan boshlanib, orqadan Qurtulush marshi o'qildi. Faoliyatning boshida Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limi mas'uli Munavvar xonim, ayollar bo'limining mudiri Xurshida xonim, Ilmnur xonim qatorliqlar ona tilni qo'g'dash, avlodlarga ona til tarbiyasi berishning ahamiyati haqida to'xtaldi. Faoliyatda ona tilning muhimligi, ona tilni unutishning ziyonlari aks ettirilgan idotlar ko'rsatildi. Ona til haqidagi she'rlar deklamatsiya qilinib, har xil numurlar ko'rsatildi. Turkiyaning Berlindagi bosh elchixonasi hujumga uchradi. 27 fevral Türkiye Ovozi radiosi xabarida ma'lum bo'lishicha, Germaniya poytaxti Berlindagi Turkiya bosh elchixonasining oldidagi soqchi qorovulxonasiga tuftak bombasi atgan 4 zo'ravon soqchilarning kirish doirasini taraytishdan foydalanib, bosh elchixona binosiga bo'ya qachilangan xaltalarni atgan. Hujumdan keyin bosh elchixona Germaniya tashqi ishlar ministrligidan javobgarlarning darhol qo'lga tushirilishi va bexatarlikni qo'g'dash soqchilarining ko'paytirilishini talab qilgan. Angliyadagi portlashda qazo qilganlarning soni ko'paydi. 27 fevral Qrim agentligi bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, tunugun shu joy vaqti soat 19 atrofida Leicester shahar markazidagi Hekli yo'l bo'yidagi bir binoda maydonga kelgan cho'ng portlashda o'lganlarning soni 5 ga yetgan bo'lib, voqeada yaralangan 5 kishini doktorxonada davolatmoqda ekan.
portlashning sababini aniqlab chiqish uchun o't o'chirish ataratlari bilan jamoat xavfsizligi tarmoqlarining o'rtaq xizmat ishlayotganligi eskartilgan hamda voqeani tekshirish faoliyatlarining boshlanganligi bildirilgan. Soqish taraf voqeaning terrorlik bilan chetishligining borligi to'g'riliq dalil isbotining yo'qligini uqtirgan.